Salom hammaga YouTube ahli, yana sizlar bilan Java FC kanali bo'ladi. Bolalar, bugungi videomizda sizlar bilan yangi 3-haftaning paklari va 10 mingtalik ekstra time'ni ochamiz. Bolalar, video yoqayotgan bo'lsa like bosib obuna bo'lib qo'yinglar. Bolalar, keyingi video nima haqida bo'lishini ham yozib qoldiringlar. Unda bo'lsa bizlar open pakni boshlaymiz. Birinchi o'yinda 3 mingtalik nabor olamiz. Yangimi ketgan ekanda 2000 va 4000lik paklar. Ana shularni ochganda mazza edi. Normalniy futbolchilar berardi-da. Endi 3 mingtalik nabor ko'ramiz. Qani necha futbolchi tusharkan? Nima bo'ldi? CP endi 2,5 mingtalik pakni ochamiz. Sotiladigan cho'raymikin bola. Sotiladigan cho'raymikin. Qani ochamiz. Ketibdi dolimiz video uchun ketirdi. Qani ketdi. Go. Yurdi. Hadi. Resurslar ochish qiymog'i. Ochali. Pitch. Nima ekan? Och. Ispaniya. Tap. Vay, namayli 15 million pulda. Endi unda 2,5 mingtalik pakdan ketma-ket ochaveramizda. Chempionlar Ligasi ochaman, yo Liverpool yo Galatasaray pakini ochaman desam, ular ham ketib o'tdi. Ani ko'ramiz. Mana pak. Ani ishlasat bosdi. Normalniy tushsunda. CP L 105 yaxshi. 30 ta fragment, 60 ta fragment bo'ladi. Endi nima pak ochsam ekan? Olti mingtaga nima ochsam bo'ladi? Mayli, yana mana shu pakka cho'raylik, juda omadli ekan. Ani yo. Bola, sizlar uchun soat 6 da turib, Pepsi kirib, video olyapman. Bola, kontentimizni qo'llab-quvvatlagan holda videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar, bola. Vay, nimaga omad yo'q? Hozir 105 beryapti-ku. Jala sotiladigan pak ochamiz. Bola, nimaga bu ikkinchi akkauntni Almost ko'p men sizlarga video uchun qo'ydim. Aslida Almost bundan ko'p bo'lishi kerak edi, chunki mana shu obnovleniyada bilasizlar, har payshanbada Almost beradi. Mana vaqtli kirib qo'yganimga bermadi hali. Shundan sizlar haliroq kirganlarda bu video chiqqandan keyin berish kerak edi kirganlarda.
O yurmadi. Mayli. Soqqa. Bolalar birinchi akkauntimda video ko'rdim. Video yozilmabdi. Shundan so'ng jahlim chiqdi. Mana shu over 5 qo'yaylik. 95 degan. O bitta misiya. Ana. Yana nima? Jeton liga ekan. Animatsiya o'tashab futbolchi emas. Endi bo'lsa kuchayib ketgan. Endi menimcha missiyada 96 over qilish kerak ekan. Qani ikkala hammasi chapayapti. O ana. Yana bitta open pack qilarkanmiz-da. Qanunda open pack bo'lsak, bitta mana shu 2,5 mingtalik pack o'chiramiz, bo'ldi shu. Keyin extra time ochamiz, chunki yangilangan extra time'da kumir berish ehtimoli baland. Bizlarga bu fon kerak. Qani go. Voy. PV. Mana shu futbolchini juda ham ko'raman-da. Unda extra time token qancha bor ekan? Avval sotiladigan futbolchilar sotib olamiz. Bola to'rtshunaslar tomoq sal og'rib qoldi, bilmam nimaga. Albatta 101lik naborchani o'chiramiz. Yur, iltimos yur. Yurdi. Turkiya napadashi Rangers 102. Mayli yaxshi. Sostavdan yana bir ikkitalarni chiqarib, mana shu yerga tiqamiz. Bola, agar mana shu hafta yangilanishini ko'rgan bo'lsanglar, Bale kelish kerak edi, ava kelibdi ham. Agar fragmentga qo'ygan bo'lsanglar, olinglar, maslahatim. Chunki bu Bale ancha yaxshi ekan. Mana shakarda bir bor tushiramanmidi beg'ovda masxara anolar. Odam ustidan bir qichbali berma. Qanunda tiqaylik. Extra time. Sizlar uchun bo'lar, barcha futbolchilar tiqosin mana. Shundan bu kerak emasda, chunki buni sizlar uchun open packga yaratganim akkauntda. Hamma sizlar uchun bo'lar, harakat qilib olmas ko'tarib sizlar uchun video tayyorlayapman. Ana endi extra time uyaltirib qo'yma faqat. Bor umidim sanda. Bu fonchish. Bitta mashina o'chirsa bo'lar, omad keladi. Mana sani tushdi.
Endi 105 dan mana shu naborchi bo'ldi. Qani go. Bosdi. Nima ucharkin qani? Wo! Alexander Arnold, neon karta, Gerard, Yıldız. Lekin Alexander Arnold yaxshi baribir. Chunki fragmentni taqdirimda ham Alexander Arnoldni tiqqanimizda, yo, to'g'risi uni tiqib bo'lmaydi. Mayli, baribir Alexander Arnold yaxshi. Chunki Realning yangi yulduzi. Liverpooldan Realga o'tdi. Lekin bir tomondan yaxshi, chunki Alexander Arnoldning orzusi edi. Neon, Angliya, PSV. Ne bu Real Madrid qilib qo'yishma. Sen bayil Real Madrid qilib qo'y, Real Madrid yulduzi. Unda davay bo'la Alexander ko'taraveramizmi yo? Masxarani ularga yig'averaylik. Bo'ldi. Open case videomiz o'z nihoyasiga yetdi. Yana bir 5 tur 3 kunlardan keyin shu video chiqarib qolaman. Ungacha bizni kanalni kuzatib boringlar. Eng muhimi obuna bo'lib qo'yinglar. Agar 100 ta like qilsanglar, keyingi video chiqadi. Unda